boshqasi bir tiyin otdi. Bechora qarz so'radi. Bu tashqari og'ayni $100 beribdi. Katta yo'lga okey domma. Kerak emas. Bir xil vazifa. Bitta narsa. Prosta buni brendiga santexnika $20 bonusi bor. Hozir buni olib boradi, siz qo'yasiz. Gonni cashback QR kodi bor. Tashida firma unga bonus beradi. Bu sizdan ham bundan ishlayapti bu. Okey, cho'mkingizga qarash qiling. Hozir sizga bu ham pul. $100 ni pul tushuntiramiz, chunki bizga raziyat qilmaydi, okey? Firmalar biz uchun men siz bitta firmaga zo'r maqtaysiz ham, firma ertangi bitta sota olmay qolsangiz bo'ldi, boshqasiga beradi. Bizni foydali narsa aytadi, odam shuning uchun bizga ishonadi hammasi. O'zingiz sanaqa qiling, o'zingiz maslahat bering deydi, ko'paygan shu narsada. Chunki ko'p og'zi kuygali ko'p. Nechta santexnik qochib ketdi? Telefon qilsa olmay, bizga kelib nima maslahat berasiz? Chala olib ketdi ishimizda, santexnikingiz bormi? Katta yo'l mana qiluvdi. Katta yo'l qimmatli qilib surishtirsak bunaqa ekan, to'g'ri kelmas ekan, bizlarni gazga nima qiynalar ekan, gaplar bo'lgandan keyin biz aytamiz, bunaqa. Testning ustida topish qiyin hozir. Hamma maqsadligini aytib-da. Foyda ko'proq qilsam, undan ham foyda, nasosdan ham foydam qilaman. Men masalan, mana nasos oldirtirsam, bundan cashback $10 bor. Mana Aristonni oldirsam, bundan $10 pulim bor. Katta yo'ldan kamida $20-30 pulim bor deydi. Olib keltiradi. U odamni qanaqa ishlaydi? Nima? U odam pul yetadimi? Qanaqa sharoit klientda? Bunga qiziq yo'q. Soqqan qilsa bo'ldi. Shunaqa davr qolganda. Biz borni aytamiz, oson emas, olmaysiz, menga qiziq yo'q. Siz bo'lmasiz, boshqa so'radi mendan. Mana bu narsa, chunki o'zimni o'ylayman-da, okey, yotimman, soat 12 da qilib menga katta yo'l ishlamayapti. Sen aytgan gaplar kerak emas-da. Borni aytaman. Gazingizda muammo bormi? Suyingiz qanaqa? Bu mana qo'ying. Через filtr qo'ying, bo'ldi, okey? Siz ham meni ko'rmaysiz, men sizni ko'rmayman deyman. Kerak emas, to'g'ri gap, u to'g'ri kelmasa bexat qilish. Bor shunaqada. Bizda bozorda biz 20 xil brendlar ishlaymiz. Hammasi keladi, santexniklar bo'lsa, okey, bonuslar bor deydi. Bonus bizga beriladi deyman. Menga ber deyman. Chot keraklar olib deyman. Bonus ustiga ber, menga beriladi. Men bir kun 100 odam gaplashaman. Santexnik nechtasi gaplashadi? U har 10 kunda odam ko'radi, alishtiradi keladi. Biz bir kunda 100 odam gaplashamiz. Shunaqa narsa. Qiyin-da, okey. Shuning uchun mana deydi. Hamma qochqoq qaragan sevmaydi. Klient to'g'ri kelsa bo'ldi, bu bo'lsa, mayli, o'zingiz bilasiz. Nechta shunaqa bo'ladi-da, olib qo'yib, ustiga maslahatga kirib, qiynalib, ustiga bunaqa bo'ldi, ishlash shunaqa bo'ldi. Hozir aytaman, ustingizdan so'rab oling deydi har doim. Javob dedimmi, javob bo'ldi. Larzini shu oling deyman. Ko'pi o'zini anaqasida. Sizga ham keladi hali bunaqalar. Hamda kater oldim, musoragan, ishlamayapti deganlar ko'p keladi menga. Bitta turkam keldi, Ariston firmasini o'tordim musorada. Men aytsam, ishlamadi qishda debdi. Bitta uyga bordi-ya, Ariston konditsioner qo'ygan, Ariston brendi. Umuman bir kishi biz servis odam ham kelib o'tirmayapti. Servis bo'lsa aql etmayapti kelib. Noto'g'ri montaj, santexnik noto'g'ri montaj qilib, hammani kashf qilib ketgan. Bizga borib, men sotuvchiman, endi mutaxassisman, qorib bitta xato topdim. Biz ham zo'r master bor, ustonoshi bola, o'sha bola ketdik, cho'tga qilib montaj biz aytganimizga tushuntirdik. Shunaqa ustonovga qildi. Okey, bu odam hozir mazza qildi. Men o'zim master emasman, lekin men havaskor odamman-da. Xato topdim. Okey, bitta xato. Mana bu yerda ishlagan suv shirilib qoldi. O'z bilasizmi, ko'p oqish kerak emas. Shirilib qoldi. Bitta xato. Biz bitta ko'rdik. Demoxodini konditsioner plasmas-ku. Atvot emas, pol atvot qilgan. 45 gradus qilishgan. 90 bo'lish kerak, eski bukilib ketish kerak. U 45 qilishgan, ugardi suv pari obratga orqaga qaytib yig'ilib. Poni plata kuygan, nasos kuygan, okey bechara bir $10 ming qoldirib katerga olib. Shunday bo'lib ketganda. Oxiri boshqa Xitoyga olib berdik. Ana hozir okey bizlar unmaysan dedi. Ya esinglar, kerak bo'lsa, bitta qilib berdik dedilar. Montaj biz aytgandek qilishdi, bolalar hozir men jag'li. Xato, okey, shu to'g'rilash kerak. Qilib qo'yib qochadiganlar ko'payadi. Siz ham eshittirasiz hali. Santexnik xatosi deb siz ham klientlaringizga telefon qiladi hali. Bunaqa bo'ldi, nima qilib yordam bering deydi. Ochib nimadir ketib qopti, kim bunaqa montaj xato bo'ldi, ustingiz bormi, to'g'rilab bersin deydi. Shunaqa narsalar ko'p. Chala ustalar ko'p. Bo'ldim.